Agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz balki 50 million, balki undan ham ko'p pul tejab, aniq implant qo'ydira olasizmi yoki yo'qmi? Shuni aniq javoblarini olishingiz mumkin va buni oqibatida juda ko'p vaqtingizni tejaysiz va qilinishi mumkin bo'lgan xatolarni oldini olgan hisoblanasiz. Meni ismim Sardor Xo'jayev, 15 yillik tajribaga ega stomatolog vrachman va City Dental klinikani asoschisi hisoblanaman. Videomizni bo'lsa boshladik. Implant o'zini pokazaniyasi bor, ya'ni ko'rsatmalari. Qachon qo'ydirish kerak, qachon qo'ydirmaslik kerak. Qachon qo'ydirmaslik kerak. Uni ham ikki xil o'zini kriteriyalar bor. Ya'ni birinchisi absolyut qarshi ko'rsatma, umuman qo'yish mumkin emas va nisbiy. Kelinglar, men absolyutdan sizlarga boshlab beray. Birinchisi bu gemofiliya kasalligi, ya'ni qon to'xtamasligi. Bu bemorlarda operatsiya o'tkazish umuman mumkin emas, chunki qon umuman ivimaydi va to'xtamaydi. Operatsiya jarayonida qon juda ko'p yo'qotilishi mumkin. Ikkinchisi bu immun tanqisligi kasalliklari. Bunga kiradi, ya'ni o'sha SPID yoki leykoz yoki misol uchun o'sha ximiya olayotgan odamlarda immunitet juda ham tushib ketadi va implant bitmaydi va qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Uchinchisi bu qandli diabetni juda ham nestabil shakli, ya'ni juda ham shakar oshib ketadi va tushib ketadi. Bu bemorlarda ham infeksiyani hisobiga yaxshi bitmaydi implant suyakka va yiringlab ketish ehtimoli baland. Va keyingisi bu psixologik bemorlar va narkomaniyaga mubtalo bo'lgan insonlar hisoblanadi. Bular neadekvatning hisobiga, o'sha vrach ishini qiyinlashtirgani hisobiga qo'yish mumkin emas hisoblanadi. Beshinchisi bu osteoporozni og'ir davrida, ya'ni o'sha bifosfonat degan tabletkalarni ichadigan odamlarda, uni ham ikki xili bor. Tabletka holatda ichadiganlar yoki venadan ukol qiladiganlar. Shularda mumkin emas, chunki osteonekroz kuchayib ketish ehtimoli bor. Shunda kategoriyasi mana shu 5 ta kategoriyalarga implant qo'yish qat'iyan man qilinadi. Ikkinchi toifa bular nisbiy qarshi ko'rsatmalar. Chunki sababi bularda ozgina davolangandan keyin, o'sha periodlarni o'tkazgandan keyin implant qo'ysa bo'ladi bemalol. Birinchisi bu homiladorlik. Homiladorlikda qo'yish mumkin emas, sababi gormonal fon o'zgarganiga implantda osteointegratsiyasi juda ham kechikib ketadi. Qarshi ko'rsatma hisoblanadi vaqtinchalik faqat. Lekin homiladorlik va laktatsiya o'tgandan keyin bemalol implant qo'yib ishni tugatsa bo'ladi. Ikkinchi tip insonlar bular yaqinda o'tkazgan o'sha insult va infarkt kasalliklaridan keyin. Bularda 6 oydan keyin implantatsiya qo'ysa bo'ladi. O'sha sog'lig'i ozgina tiklangandan keyin, holat normallashgandan keyin implantatsiya bemalol mumkin. Uchinchi tip bu qand kasalligi, qandli diabetni nazorat ostidagi shakli. Bunda vrach endokrinolog bilan birgalashib, o'shani nazoratga olgandan keyin bemalol implant qo'ysa bo'ladi. To'rtinchi tip insonlar bular chakadigan, juda ham ko'p chakadigan, kuniga misol uchun 20 tadan oshiq chakadigan insonlar, bular juda ham kurilshiklar hisoblanadi, zlostniy kurilshik deydi. Bularni o'sha implantatsiyaga qarshi ko'rsatmasi implantni bitishini, milklarning bitishini kechiktirish va yomonlashtirish hisoblanadi. Bularni sonini kamaytirsa, chakishning sonini kamaytirsa, gigiyena yaxshilansa, bemalol implant qo'ysa bo'ladi. Keyingi toifa insonlar bular og'iz bo'shlig'i gigiyenasi yomon holatda, ya'ni parodontit kasalligi, gingivitni og'ir darajalari, toshlar ko'pligi, buni neytrallagandan keyin, tozalab, davolagandan keyin bemalol implantatsiya qilib, yana implantdan keyin to'g'ri uxotga o'rgatib, parvarishlash to'g'ri qilsa, bu insonlarda ham muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi implantni o'zi kimga qo'ysa bo'ladi? Bu birinchi navbatda o'sha bitta yoki bir nechta tishi yo'q insonlar, qiynalib yurgan insonlar, ya'ni yonidagi tishlarni, butun tishlarni chaqlamaslik uchun implantlar qo'yish maslahat beraman. Va yana sog'ligida umuman muammosi bo'lmagan, yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha kasalliklari bo'lmagan, nisbiy sog'lom bo'lgan insonlarga hammasiga qo'yish maslahat beriladi implantatsiya. Keyingisi va yana o'sha yaxshi chaynashi, estetikani olishi, chiroyli ko'rinishi, mustahkam bo'lishi, uzoq muddat yillar xizmat qiladigan konstruksiya xohlagan insonlar hammasiga ham implantatsiyani maslahat beramiz. Endi implantni plyuslari haqida gapirsam, bu juda ham katta mavzu, lekin eng yaxshi sifati implantni bu uni mustahkamligi. Bitta qo'yilgan implant 15 yil, 20 yil bemalol siz uchun xizmat qiladi. Ikkinchisi bu o'sha yo'q joyda, ya'ni bitta dona tishingiz yo'q, bir dona implant bilan muammoni hal qilib bo'ladi. Ikkita yondagi tishingizni aralatib, muammoni ko'paytirib o'tirmaslik kerak. Uchinchisi bu estetika. Shu zonadagi defektni, ya'ni tishingiz yo'q joyini juda ham chiroyli bildirmasdan tiklab beradigan xususiyati bor. To'rtinchisi bu olingan tish zonasida suyak va milkni ob'yomini saqlab qolish. Bu nima degani? Siz tish oldirdingiz va implant qo'ydirmadingiz. 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil yurganingizdan hisobiga o'tda deformatsiya, ya'ni
shunaqa anaqalar defektlar hosil bo'ladi va milklaringiz cho'kishi, u yoqqa ovqatlar kirishi yoki noqulayliklar hosil bo'ladi. Shu muammoni implant yechib beradi sizga. Beshinchisi bu effektivligi, ya'ni samaradorligi juda yuqori. Oddiy protezlardan farqi shundaki, implantda chaynash effekti deyarli tabiiy tishga yaqin. Shuni hisobiga implantning ustunligi hisoblanadi. Agar siz yuqori sifatli implantlarni optimal narxlarda qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, bizning jamoa, ya'ni City Dental jamoasi sizga yordam berishga tayyor. Uning uchun shu videoni описание bo'limida havola orqali ro'yxatdan o'tib, nomer qoldirsangiz, sizga assistentlarimiz aloqaga chiqishadi. Siz bilan Sardor Xo'jayev bo'ldi. Bu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda yana ham ko'proq ma'lumotlarni sizga taqdim etib boramiz.